Ko'pchilik mendan so'rashadiki, "Bor aka, siz Qashqadaryolikmisiz? Siz Buxorolikmi, Qashqadaryolikmi?" deyishadi. Mani ko'p do'stlarim, yaqin do'stlarim, ko'p o'rtoqlarim shu Qashqadaryodan, O'zbekiston hamma joydan o'rtoqlarim bor. Ko'z tegmasin, yaqin olib tutingan, do'st tutingan, yaxshi kunimda, har kunimda, hamma kunimda, og'ir kunlarimda yonimga dalda bo'lib turgan ko'p o'rtoqlarim bor. Qashqadaryo haqida qancha gapirsam kam. Amur Temur taratgan ziyo ul yurt erur ul Qashqadaryo. Mana shu Qashqadaryo bu polvonlar yurti. Qashqadaryo deganda tandirni tushunasiz. Bu tandir bu Qashqadaryoda. Bu polvonlarni emas Qashqadaryoda. O'sha jizdiysizmi Qashqadaryoda. Bu Qashqadaryo bu Qashqadaryo bu boshqa daryoda bu. Bu boshqa daryo bu. Shuni sal bilish kerak ko'pchilik. Aqli bor san'atkor, men ko'p bu gapda aytaman. Aqli bor san'atkor Qashqadaryoga ikkita narsa olib borish kerak emas. Bittasi telix, ikkinchisi bu raqqosa. Bu xalqqa shu narsalar sal yoqmaydi. Telixni ko'rsa bilmayman, g'ash keladimi bularni. Telixga qarab, endi ko'p san'atkorlar o'zi bilan telix olib boradi. Telixga qarab, "Iya, bo'yinchalar qalin. Turishlaringiz boshqacha. Bu arqalaga ham saltola qilsangiz kerak-a. Hozir borsa pastdan urasizmi deb, bokdan urib chapa qilasizmi deb, telixni orqalaridan cho'plar tiqib, bir chetlarga cho'qirib, o'shlardan suvlab quyib, quloqlarga cho'plar tiqib, bilmayman. Telixni o'zi bitta telixga muhtoj bo'lib qolishi mumkin-da. Raqqosani ham olib borasiz-ku, qaytarib bermaydi-da bular. Qo'ying, endi ertalab hamma ishlarni salomlarni hammasini qilib, o'zlari jo'natamiz deb. Bu boshqacha yurt u. Endi urushda ham janjalda qoni qaynagan yurtda, urushda janjalda Toshkentda ikkita odam bir-biri bilan tortishib qolsa, "Sen buni nimaga so'kding? Sen svetoyga tegib qo'yibsan, noto'g'ri gapiribsan. Sen buni nohaq so'kibsan" deb ursa, Qashqadaryoda oldin urib bo'lib keyin so'raydi, "Nima bo'ldi?" Bu bolani betini yarimi yo'q yotibdi. Bir joy singan. "O'zi men emas, u meni urdi. Mana shunday so'kdi." Shunga aytsa, "O'rtoq kechirasan" deb yana bu bolani bir qo'li singan, bir tomoni yo'q. Bundan keyin qarasa, ikkalasi aroq ichib yana gaplashib o'tiraveradi bir-birini kechirib. Qo'yib qolish kerak. Mana shu borsangiz, endi ularni ovqatni Toshkentda 3 kilo go'shtdan 30 xil ovqat qilsa, Qashqadaryoda 30 kilo go'shtdan bitta ovqat. Ovqatlari ham faqat go'sht. Maza, tandir, jiz, qimillama, liqillama, qotirma, yotirma, qizilcha, dudlangan, hidlangan, quritma, hammasi go'sht. Endi ikkita polvon o'tirib, bir ketak tovuqdan yeb qo'yarganda, bular odamzodni kattasini o'shada ko'rganman. Qashqadaryoda to'ylarda, ko'p to'ylarda, Kosonda, Qarshida, Shaharsabzda, ko'p joylarda to'ylarda bo'lamiz. Men bu yurtni mehmondo'stligiga, bu yurtdan qancha do'stlarim bor. Men rahmat aytaman, bu yurtga gap bo'lishi mumkin emas. Qanchasi kelsam, "Bor aka, qanday yo'lligidan ona akani olliya" deb kelaverishadi. Uzr so'rayman, ruschada "Moy bagaj nevelik" na russkом языке. Endi bizda o'sha maktabda o'qigan paytimizda, yoshligimizda o'sha domlamiz, rus tili domlamiz juda kuchli domla bo'lganlar. Ximiyadan, matematikadan rus tilidan o'tardilar. Shunga bizniki ruschamiz ham matematika. Endi men ruschani bilaman, qadimiy rus tilida ko'p gaplashaman-da, bu hozirgi savremeniyasiga sal qiynalishim mumkin. Hali men sizga aytadigan anekdotlarim bor. Bir haligi o'sha yerda gap qo'shilib ketdi. Haligi eski bir latifa bo'lardi. Abdurayim bilan Mamarayim Rossiyani aylanib yurib bunday qarasa,
haligi non sotayotgan ekan. Nonlarni narxini bilaylik. Bu yerda qimmatmi, arzonmi deb borib, "Sen ruschani bilasan, qani men o'zim borib gaplashdi haligi ham borib, "Здравствуйте, девушка" desa haligi "Здравствуйте" debdim. Haligi non nechi pul demoqchi bo'lib, "Хлеб почему?" desa девушка, "Как почему?" "Да кушать" desa, tushunmadi shekilli bu. "Ya, singlim siz tushunmadingiz. Хлеб почему deyman?" desa, "Как почему? Ты что, баран, что ли? Хлеб для кушать? Как почему?" desa. Yondak bittasi, "O'le, ruschani bilmay nima qilasan sharmanda qilib. Chetga o't" deb. "Извините, девушка, он русский язык хорошо не знает. Хлеб зачем" deymish.